qarshimizda Nissan L9 ning yangi restyling 25-yil modelini turibdi. Ushbu mashinamiz yangisidan, eskisidan qanaqa farq qiladi deb so'rasanglar, birinchi farqi mana bu alyumin rangdagi narsalar endi cho'k rangga aylanibdi. Mana bular ham qaranglar, anaqangi cho'k rangga aylangan. Mashinaning qolgan joylarida deyarli boshqacha farqi yo'q. O'sha L9. Yana endi kamchiliklarimiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiringlar. Biz bilganimiz boshqa ma'lumot yo'q. L9 o'zgarganligi haqida. Tashqi ko'rinishdan birinchi o'zgargan narsasi mana shu padalumin bo'lgan ranglar cho'k rangga aylangan, boshqacha chiroyli ko'rinishga ega bo'libdi. Diskalarida ham ko'rinish o'zgargan o'xshayapti. Boshqacharoq edi-da, ko'zimga boshqacha ko'rinyapti, qarochi diskalari. Mana shunaqangi yangicha diska bo'lganga o'xshaydi. Ushbu mashinamizning narxi 58.200 ekan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta bemalol pastki raqamga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Aytgan joylarga mashinani jo'natib beramiz.